Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Vassalatu vassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Buyuk muhaddis Abu Abdulloh Muhammad ibn Ismoil Al-Buxoriyning Al-Jami As-Sahih asarida jamlangan muborak hadislarni o'rganishga qaratilgan Imom Buxoriy saboqlar rukundagi turkum ko'rsatuvining navbatdagi soni efirda. Alloh taolo inson zotini behisob ne'matlar bilan siylagan. Ular orasida sihat salomatlik va xotirjamlik eng bebaho ne'matlardan biridir. Bu ikki ne'matdan bahramand bo'lib turgan inson ularning qadriga yetmog'i lozim. Biroq issiqjon isitmasiz bo'lmas degan ibora bejizga aytilmagan. Negaki xastalik keksani ham, yoshni ham chetlab o'tmaydi. Ana shunday vaqtda bemorning yaqinlari, yoru birodarlar holdan xabar olib ziyorat qilmoqliklari chin insoniy fazilatdir. Islomda bemorlar ziyorati musulmonning birodar zimmasidagi haqqi hamda sunnat amal hisoblanadi. Bu orqali nafaqat bemorning ruhiyatiga tasalli beriladi, balki o'zaro birodarlik munosabatlari shakllanadi. Kishilar orasidagi ijtimoiy aloqalar yanada mustahkamlanadi. Bemor ziyoratiga borgan kishining darajasi yaratgan zot nazdida bir necha pog'ona yuksaladi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning bemor birodarining ziyoratiga borgan musulmon kishi to qaytib kelgunicha jannat bog'lari ichra sayr qilib yurgan bo'ladi deb marhamat qilganlari fikrimizning dalilidir. Qadrli teletomoshabinlar, bugungi dasturimizda ushbu fikrlarni davom ettirgan holda bemor ziyorati insoniy burch mavzusida suhbatlashamiz. Azizlar, odatimizga ko'ra o'tgan sabog'imizda sharhlangan hadisni yana bir bor eslab olamiz. Zero ilm qaytarish va takrorlash hosilasidir. Marhamat, ekranga e'tibor qaratamiz. Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabiy sollallohu alayhi va sallam taomni sira ayblamaganlar. Agar ishtahalari tortsa, uni yerdilar. Bo'lmasa, tark etardilar. Hadisi sharifdan. Dar haqiqat har bir oyati karima, hadis sharif bizlar uchun ilm, odob, tarbiya va nasihatdir. Zotan yuqoridagi hadis ham musulmon kishi Alloh taoloning ne'matiga nisbatan qanday munosabatda bo'lishi kerakligini ta'lim bermoqda. Azizlar, endi esa bevosita bugungi mavzuyimizga qaytamiz. Manbalarda ta'kidlanishicha, solih kishiga bemorliklar yetishi Alloh taoloning unga yaxshilikni iroda qilgani hisoblanadi. Bunday kishilar uchun ofat va bemorliklar gunohlarning kaforatidir. Agar banda solih bo'lsa-yu, biror musibat yoki xastalikka uchrasa, bu narsalar uning uchun gunohlariga kafforat yoki darajotlarining ko'tarilishiga aylanadi. Agar osiy bo'lsa, musibat uning uchun yomonliklarni yuvish va bu dunyo bevafoligini eslatish bo'ladi. Alloh taolo o'z kalomi majidida marhamat qilib aytadiki: "Astag'firu billah va lanabluwannakum bi shay'in minal khawfi wal ju'i va naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat va bashiris sobirin." Sadaqallohul azim. Ya'ni albatta sizlarni biroz ochlik bilan, mol mulkka, jonga, mevalarga nuqson yetkazish bilan sinaymiz va sabrlilarga xushxabar bering deb marhamat qilgan. Shuningdek, Nabiy sallallohu alayhi va sallam musulmonga qay bir musibat, horg'inlikmi, bemorlikmi, tashvishmi, mahzunlikmi, ozormi, g'am-g'ussami, hattoki tikan kirishimi yetadigan bo'lsa, albatta Alloh ular ila uning
xatolarni kafforat qilur deb ta'kidlaganlar. Ba'zilar dardga chalinsa sabrsizlik bilan taqdirdan noliydi. Bu holat yaratganning imtihondan o'ta olmay gunohkor bo'lishiga olib boradi. Aslida mo'min kishi har qanday holatda Alloh taologa yaxshi gumon qilishi, dardiga sabr qilib, u zotga yanada ko'proq toatda, ibodatda bo'lishi lozim. Shundagina bemorlikka va'da qilingan ajr savoblarga erishadi. Bemor birodarning ziyoratiga kelgan kishi buni eslatishi, kasalliklar har bir bandaga beriladigan sinov ekanligini, unga chiroyli sabr qilishni ajri borligini yodiga solishi lozim bo'ladi. Muhtaram teletomoshabinlar, endi esa bugungi saboq uchun tanlangan hadis bilan tanishishni boshlaymiz. Marhamat, teleekranga e'tibor qaratamiz. Ibn Abbos roziyallohu anhumodan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam bir a'robiyni ko'rgani kirdilar. Nabiy sallallohu alayhi va sallam kasal ko'rgani borsalar, hech qisi yo'q, inshaalloh bu poklanish der edilar. Unga ham hech qisi yo'q, inshaalloh bu poklanish dedilar. U poklanasan deysiz. Yo'q, unday emas. Bu qartaygan odamda qo'ziydigan yoki ko'tariladigan, qabrni ziyorat qildiradigan isitmadir dedi. Shunda Nabiy sallallohu alayhi va sallam unda shunday bo'la qolsin dedilar. Hadisi sharifdan. Demak, mana Ibn Abbos radhiyallohu anhu da rivoyat qilmoqdaki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam kasal ko'rgan bo'lsalar, la bas, tohur inshaalloh derkanlar-da. Ya'ni hech qisi yo'q, bu poklanishdir deb ko'ngil ko'tarar ekanlar. Va ana shularning qatorida bu arobiyni borib ko'rganlarda ham shu so'zni aytdilar. La bas, tohur inshaalloh. Hech qisi yo'q, inshaalloh bu poklanishdir dedilar unga ham. Shunda arobiy Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga qarata, poklanasan deysiz. Yo'q, unday emas. Bu qartaygan odamni qo'ziydigan yoki ko'tariladigan, qabrini ziyorat qildiradigan istimadir. Ya'ni bu o'limga olib boradigan istimaga o'xshayapti dedi. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bo'lmasa shunday bo'lsin dedilar. Ushbu hadisda Rasul akram sollallohu alayhi va sallam bemorlarga e'tiborli bo'lganliklari ko'rinib turibdi. Demak, biz ummatlari ham yon atrofimizda kimnidir bemorligini bilsak, unga e'tiborli bo'lishimiz kerak. Vaqt topib albatta ko'ngil so'rashimiz kerak. Borganda ham uni ko'nglini ko'taradigan so'zlar bilan unga taskin berishimiz kerak ekan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aynan mana shu borada barchamizga ibrat bo'lganlar. Nabiy sallallohu alayhi va sallam shunday marhamat qiladilar. Mo'min kishining ishiga ajablanaman. Chunki uning barcha ishlari yaxshilikdir. Bu yaxshilik mo'min kishidan boshqasi uchun emas. Bordi-yu unga biror xursandchilik yetsa shukr qiladi. Bunday qilishi o'zi uchun yaxshidir. Endi agar unga biror baxtsizlik yetadigan bo'lsa, sabr qiladi. Bu ham u uchun yaxshilikdir. Hadisi sharifdan. Muhtaram muxlislar, biz bilan birga saboq o'rganayotgan tolibi ilmlarda mavzuga doir savollar bor ekan. Hozir ularning savollarini eshitib, imkon qadar javob topishga harakat qilamiz. Ustoz, bemor ziyoratga kelgan inson yana qanday odob qoidalarga rioya qilishi matlub sanaladi? Avvalo, bemorni ziyoratga borayotgan inson niyatini yaxshilash kerak. Ya'ni savob uchun. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning sunnatlari va tavsiyalari uchun shu bemorni ziyoratiga boraman degan yaxshi niyatni qilib qo'yish kerak. Ana uni bugun borib ko'rmasam, ertaga menga ta'ma qiladi, gila qiladi, kudurat qiladi degan ma'no niyat bo'lmaslik kerak. Shunda yaxshi niyat bilan borilsa, har bir qadamga ajr savob. Hadislarda aytganlardek, jannatda sayr qilgan bilan barobar bo'ladi. Ana bemorni huzuriga borganimizda ham bemorni holatiga qaraymiz.
Agar bemorning bir joyi og'rib turgan bo'lsa, bezodalanib turgan bo'lsa, uni oldida ko'p qolib ketishimiz kerak emas ekan. Balki tezgina ziyorat qilib, bemorni ko'nglini ko'taradigan so'zlarni gapirib, ko'rinishingiz juda ham yaxshi. Oldingi qaraganda ancha yaxshisiz. Bu davolanishlar foyda beryapti ekan. Bu ham bir sinovda. Inshaalloh bu ham bir poklanish. Tez kunlarda yaxshi bo'lib ketasiz degan ma'nolardagi so'zlarni aytib, chiqib ketishlikdan oldin bizni ham bir duo qilib qo'ying deb iltimos qilinsa, bemorning duosi ijobat deydilar. Yoki ikkinchi bir holat bo'lishi mumkin. Bemor shu bemorligi tufayli ko'pdan beri to'shakka mixlanib qolgan bo'lishi mumkin. Yoki shu bemorligi sababli ko'cha-ko'yga chiqolmayotgan bo'lishi mumkin. Natijada zerikib o'tirgan bo'lsa, zerikib yotgan bo'lsa, mayli uni huzurida biroz o'tirib, suhbatlashib, ko'nglini ko'tarib, aytaylik uni qalbidagi o'sha zerikish, siqilish kabi illatlarni tarqatib yuboradigan holatda u bilan suhbatlashib o'tirsa ham bo'ladi deydi ulamolarimiz. Umuman olganda bemorni ko'rgani borish bu Rasulullohning sunnatlari, savobli amal. Natijada insonlarning o'rtasidagi oqibat yanada ziyoda bo'lishligiga sabab bo'ladi inshaalloh. Ustoz, bemor kishi kasallikdan davolanish kerakligi haqida dinimizda qanday ko'rsatmalar kelgan? Yoki bemorni ziyorat qilganlik uchun qanday ajr va mukofotlar va'da qilingan? Dinimiz ta'limotlarida bemor odam davolanishi zarur ekanligi to'g'risida yetarlicha dalolatlar bor. Alloh subhanahu va taolo kalomi sharifida marhamat qilib aytadiki, astag'firullah, al-yawma naxtimu ala afwahihim va tukallimuna aydihim va tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Sadaqallohul azim. Bugun deydi, biz ularning tillarini muhrlaymiz. Bizga ularning qo'llari gapira boshlaydi. Oyoqlari shohidlik bera boshlaydi deydi. Mana shu oyat karimaning sharhida ulamolarimiz insonning har bir a'zosi shu insonni qilib o'tgan ishlari to'g'risida guvohlik beradi deya ta'riflab, shu jumladan inson tana a'zolarini sog'lik salomatligiga e'tibor qaratishi lozim ekanligini, tanasidagi har bir a'zo uning uchun Allohning bir ne'mati, marhamati, shu bilan bir qatorda amonat ekanligini uqtiradi. Har bir amonatning javobgarligi bo'lgani kabi bizning tanamizning sog'ligi salomatligi to'g'risida ham biz so'raluvchi, javobgar ekanmiz. Shuning uchun sog'ligimizga e'tibor qaratishimiz kerak. Jismoniy bir harakatlarni qilishimiz kerak. Jismoniy tarbiya mashg'ulotlari bilan shug'ullanishimiz kerak. Agar bor diyor, biror joyimiz xastalanadigan bo'lsa, ulamolarimiz aytadilarki, tabiblarga, vrachlarga, mutaxassislarga murojaat qilinsin deydilar. Albatta o'sha Allohning bergan ne'matini, amonatni davolash kerak, qaratish kerak bo'ladi. Shu bilan bir qatorda mana bemorni ziyorat qilish. Bemorni ziyorat qilishlikni ham yuqorida aytganimizdek juda ajri ko'p, savobi ko'p. Hattoki payg'ambar alayhissalatu vassalam bir hadislarida kimiki ertalab bir bemorni ziyorat qilsa, kechgacha 70 ming maloika unga salovatu tasbihlar aytadi. Kimiki kechki payt ziyorat qilsa, ertalabgacha 70 ming farishta uning haqqiga duolar qilib turadilar deganlar. Azizlar, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan biz ummatlariga ham tarbiya, ham odob sifatida yetib kelgan yuqoridagi hadis sharhi bilan tanishdingiz. Albatta, mazkur hadis sharhini yanada davom ettirish mumkin, ammo so'zning afzali muxtasaridir. Endi esa hadisdan o'rganiladigan odob va nasihatlar rukniga navbat berib, undan so'ng O'zbekiston Xalqaro Islomshunoslik akademiyasining iqtidorli talabalaridan sharhlangan hadisni mavzuni qo'llab-quvvatlovchi hamda targ'ib etuvchi mulohazalarini tinglaymiz.
Hadisdan o'rganiladigan odob va nasihatlar. Kasallik insonga Alloh taoloning sinovi. Salomatlik shukrni, xastalik esa sabrni talab qiladi. Alloh taolo kimni yaxshi ko'rsa, uni kasallik bilan sinaydi. Bemor ziyorati mo'minning mo'min birodari oldidagi insoniy burchi. Bemor ziyorati qalbni yumshatadi. Alloh roziligi uchun qilingan ziyoratning ajri ulug'dir. Bemor ziyorati insonlar orasidagi aloqalarni mustahkamlaydi. Qaysi bir musulmon boshqa bir bemor musulmonni erta tongda ko'rgani borsa, oqshom tushgunicha 70 ming farishta unga salovat aytadi. Agar uni oqshomda ko'rgani borsa, tong otgunicha 70 ming farishta unga salovat aytadi va jannatda u uchun bir bo'ston bo'ladi. Hadisi sharifdan. Bemor ziyoratga kelgan kishi unga tasalli berishi, xastalikning sinov ekanligini eslatishi va bunga sabr qilsa, yanada ko'p ajr va savoblarga erishishi mumkinligini yodga solishi matlub sanaladi. Bu borada o'tgan solih kishilar go'zal namuna bo'lganliklari rivoyatlarda keltirilgan. Shulardan birida aytilishicha, Urva ibn Zubayr radhiyallohu anhuning oyoqlariga qorason tushganligi uchun bir oyoqlari sonidan kesib tashlanibdi. Xuddi shu kuni u zotning 17 yoshli o'g'illari otdan yiqilib halok bo'libdi. Bu voqeani eshitgan katta kichik, yosh-u qari ta'ziya bildirish uchun kelaveribdi. Har kim o'z bilganicha ta'ziya izhor qilibdi. Ahli fazillardan birlari esa bir oyog'ingni olib joningni omon qoldirgani uchun, bitta bolangni olib boshqalarni sog' qoldirgani uchun Allohga shukr qil debdi. Shunda Urva ibn Zubayr roziyallohu anhu mening musibatimda sendan yaxshiroq ta'ziya aytgan odam bo'lmadi degan ekanlar. Demak, kasal ko'rgani kelgan odam ushbu fursatdan unumli foydalanishga harakat qilishi lozim. Har turli gaplar bilan bemorni charchatmasdan, chiroyli sabr bilan kasallikdan savoblarga to'lib chiqishini eslatmog'i fazilatlidir. Eslat, chunki eslatish mo'minlarga foyda beradi. Zariyat surasi 55-oyat. Bemor ziyoratiga borish orqali nafaqat xasta yotgan kishining qalbiga masrurlik baxsh etiladi, balki bu orqali ziyorat qiluvchi inson o'ziga dunyo va oxiratda behisob foydalarni jalb qiladi. Ana shunday dunyoviy foydalardan biri qalbni yumshatishdir. Rivoyat qilishlaricha, bir kishi Ummu Dardoning oldiga kelib, qalbning qattiqligidan shikoyat qildi. U kishi uni o'tib, buning eng katta davosi kasallarni borib ko'rish, janozaga qatnashish va qabristonni ziyorat qilish dedilar. U kishi bir muddat shunday qildi va qalbi yumshaganini sezib, ichida bir xursandchilik tuydi. So'ng Ummu Dardoning oldiga kelib, sizni Alloh taolo mukofotlasin dedi. Bemor ziyoratining eng asosiy foydasi esa oxiratda yuksak darajaga sazovor bo'lishdir. Barcha ezgu amallar kabi bemorni ziyorat qilishni ham astoydil, ixlos bilan ado etish lozim. Bu haqda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shunday marhamat qilganlar. Bir odam bemor kishini faqat Alloh taolo roziligi uchun ko'rishga borsa, Alloh taolo u haqida shunday deydi: Juda yaxshi qilding, borishing ham chiroyli bo'ldi. Jannatda o'zingga bir manzil tayyorlading. Bormaslik hijolatli ish deb malomatdan qo'rqib xastalarning ziyoratiga borishda savob yo'q. Chunki u Alloh taolo rizosini topishni niyat qilmaydi. Atrofdagilardan uyalganidan boradi. Yaratgan roziligi uchun bemor birodarlarini ko'rishga borganlarga esa ikki dunyo saodati nasib etajak inshaalloh. Mavzu borasidagi mulohazalarimizni bugungi kunimiz bilan jamiyatimizda mazkur holatning qay tarzda kuzatilayotgani bilan bog'lagan holda davom ettiramiz. Allohga shukrki, biz shunaqa bir oqibatli xalqmiz. Bir-birimizni holimizdan xabar olib turadigan xalqmiz. Lekin ana shu chiroyli qadriyatlarimizni bugun yoshlarimizga ham
o'zimiz o'rnak bo'lib namuna bo'lishimiz kerak. Qavmu qarindoshlar bilan munosabatlarimizni yanada yaxshilashimiz kerak. Qavmu qarindoshlarimizni ishlarida bemorlari, xastalarini eshitib qolsak, albatta farzandlarimizni, nabiralarimizni yonimizga olib borib, o'sha qarindoshimizni holdan xabar olishimiz kerak. Mana diniy ta'limotlarimizda aytilganidek, chiroyli so'zlarni aytib, ko'ngillarni ko'tarib, bir ozgina bo'lsa-da ularga hadiyalar ulashib, o'zimiz namuna bo'ladigan bo'lsak, kelgusi avlodimiz ko'zlar bilan ko'rganlarini ular ham davom ettirishadi. Qo'ni qo'shnilar, hamkasblar qaysi birlarini agar bemorlik, xastaliklarni eshitadigan bo'lsak, albatta shunga fursat topaylik. Oqibat ko'rsatib bir ko'rib qo'yaylik. Shundagina jamiyatda insonlar o'rtasidagi oqibatimiz ziyoda bo'ladi. Aslida bemor ko'rgan borgan odam ko'proq manfaat oladi. Chunki bemor ko'rgan borgan odamni har bir qadamiga savoblar, uni kasbkorga, ro'zg'orga barakotlar bo'ladi. Shu bilan bir qatorda inshaalloh bemorlarni ham shifo topishlari oson bo'ladi. O'zingiz o'ylab ko'ring. Sog' salomat o'ynab kulib yurganingizda atrofingizda odamlar, qo'ni qo'shnilar, yor birodarlar bo'lsa-yu, bemor bo'lib xastalanib yotib qolganingizda hech kim xabar olmasa, albatta o'ksinasiz, qiynalasiz, xo'rligingiz keladi. Hayotiy dinimiz esa bemorlarga e'tibor qaratishlikka chaqiradi. Kelinglar azizlar, ana shunday savobli ishlarda bardavom bo'laylik. Chunki bizni diniy idoramizga ko'p murojaatlar bo'ladi-da, ana shu murojaatlarning ba'zilarida aynan mana shu xastalik tufayli yolg'izlanib qolganliklari, uyda xasta bo'lib qolganlari, hattoki farzandlari ham e'tiborsiz bo'layotgani. Kelinlar esa o'sha xastaga qarash yoki uni xizmatini qilishlikdan malollanayotganliklarini shikoyat qilib kelishadi-da. Azizlar, bu kabi ishlar bizga yarashmaydi. Biz azaldan oqibatli xalqning farzandlarimiz. Bizni odob axloqlarimiz, qadriyatlarimiz bemorlarga mehribonchilik ko'rsatishlikka chaqiradi. Ana shu fazilatlarda bardavom bo'laylik. Muhtaram tiltomoshabinlar, Alloh taolodan barchamizga ushbu saboqlarning manfaatli bo'lishini tilab, ko'rsatuvimiz an'anasiga ko'ra o'rganilgan hadisni yana bir bor takrorlab o'tamiz. Ibn Abbos roziyallohu anhumodan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam bir a'robiyni ko'rgani kirdilar. Nabiy sallallohu alayhi va sallam kasal ko'rgani borsalar, hech qisi yo'q, inshaalloh bu poklanish der edilar. Unga ham hech qisi yo'q, inshaalloh bu poklanish dedilar. U poklanasan deysiz. Yo'q, unday emas. Bu qartaygan odamda qo'ziydigan yoki ko'tariladigan, qabrni ziyorat qildiradigan isitmadir dedi. Shunda Nabiy sallallohu alayhi va sallam unda shunday bo'la qolsin dedilar. Hadisi sharifdan. Qadrli muxlislar, Ziyo Media markazining Imom Buxoriy saboqlar ruknidagi ko'rsatuvi o'z nihoyasiga yetdi. Buyuk muhaddis Abu Abdulloh Muhammad ibn Ismoil al-Buxoriy hazratlarining Sahih Buxoriy asarida kelgan hadisni shu tahlil o'rganishda davom etamiz degan ezgu niyatda sizlar bilan xayrlashamiz. Bugungi saboqni Kamina Zayniddin nomla olib bordi. Qalblarga islom ma'rifatining singish yo'lida qilayotgan sa'y harakatlarimizga Alloh taolo baraka bersin. Yana zangori ekran orqali diydorlashguncha salomat bo'ling. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.